Mana Qodirjon, iftorligim zo'r bo'ldi. Rahmat. Rahmat domla. Balo ham zo'r bo'lgan yo'q. Tursunovga. Bo, yana boshlandi. Kuyapti bu. Kuyib ketdi. Yomon kuydi. Mana qara. Ertaga uyimizda iftorlik qilamiz. Bunikidan zo'r bo'lish kerak. Dasturxonda ham bunikida yo'q narsa bo'lish kerak, tushundingmi? Tutyapti yana. Tutadimi siz? Ochdi, yomon ochdi. Bo'ldi. Domlajon, ertaga mana shu sostav biznikiga iftorlikka o'tasizlar. Tizza bo'yi yeb ichar bo'ladi. Lekin bu unchalik zo'r bo'lmadi, xafa bo'lmang. Qo'ldan kelgancha-da qo'shni. Sepaymi? Yo'q, ayanga ayt Alifga masla olib kelsa tayyorlab tursin, yur. Oshdan olinglar. Shashlikni ko'rsat, shashlikni. Shashida olinglar. Hali tandirini ham yaqinroq olinglar, yaqinroq. Konchilsin. Qodirjon, endi bugun quloq demasdan turaylik. Hazil. Kecha uyingizda iftorlikda oshingizga qanaqa go'sht soldingiz? Tovuq go'shti. Tovuq go'sht. Kulva borini solganda. Biz endi qo'y go'shti soldik. Selli qo'yni mana shu iftorlik uchun so'ydik-da. Necha xil ovqat qildingiz kecha? 2 xil. Suyuq, quyuq. Ayni sharoit